Assalomu alaykum, millatdoshlar, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, omonmisizlar? Avvalambor bugungi ulug' muqaddas bayramimiz Qur'on hayit hammangizga muborak bo'lsin. Hamisha yilning yaxshi bayramlari birgalikda, a'zochilikda kutib olish hamisha hammamizga nasib etsin. Hamisha yilning bayramlarda birgalikda yaxshiliklar, savob ishlar qilish nasibi ro'za aylasin. Xudo xolasa bugun yana saxovat karvonimiz yo'lga chiqdi. Xudo xolasa bugun operator ko'rsatib bering. Tayyor. Bugungi bizning birinchi eng katta hovlimiz Halima ona market. O'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qo'llab-quvvatlaganlar uchun har safar bizlarni qo'llab turarlar. Shunday odamlar ko'payaversin. Xudo xolasa ehsonlarimizni tarqatamiz. Ba'zi joylarda video ko'rsatmasak xafa bo'lmaysizlar uchun oldindan va'da berdik, ko'rsatamiz deb. Rozi bo'lganlarga ko'rsatamiz, rozi bo'lmaganlarga ko'rsatib bilamiz. Olasizlar, bizda tayyorgarlik kuchli. Davom etamiz, xudo xolasa. Yana ko'raverasizlar. Assalomu alaykum. Bayramlardan sog'liqingiz yaxshimi? Oydinmisiz? Sog'liqmisiz? Aytdim, kimdir uyga borib qalaman kuting dedim-ku. Esa bayramda size hayitlik keldim. Bir bayramda tabriklar kuting deb. Hozir telefonimda kelasiz bor edi. Xudo shukr, bizning oydinmisiz? Rahmat. Finalga o'tibmisiz? Yaxshi, sog' bo'ling. Sog'liqingiz yaxshimi? Oydin o'tibmisizlar? Shukr, rahmat. Bayramda tabriklar ketayim deb keldim. Hayitlik olib keldim. Yanımda kim başta var? Kızlar ölçek. Buradan ne alın? Bugün başında oradan güneşe yerler. Bunu ölçek göreyim. Oradan sen takvime az milletler sakın. Böyle olur mu? Para verseler size devam ederiz. Üçerlik kolarsanız da köp. Biz de üçerlik adamları kuantaramız bayramda. Dağlarsa devam ettirelim yine. Selamun aleyküm. Bana saklanmışsınız. Sağlıklarınız yaxshimi? Amanda o'tiribmisiz? Bir hayitda bir yo'qlab ketayin deb keldim sizni. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'liqlaring? İşte, oydingizmi? Size esa bir hayitda deb keldim mama. Beging yaqin o'yinlar Mama sog' o'tirasizlar. Bayramlar yaxshi kutib olasizlar. Sog' o'tiribman. Xudo shukr, men sog' salomat. O'zingiz oydinmisiz? Yaxshi, sog' o'tirsangiz. Kasallarga ruxsat. Iloyim aytganingiz kelsin. Hala, syomkaya qaytaman. Syomkaya qaytaman deyman. Mesela geldik. Xudo xolasa hozir bir yoshlari katta 90 dan o'tgan mamamizni fotosini olib chiqamiz. Kelaveringlar. Rahmat, o'zingizlar o'tibsizlar, bayramni yaxshi kutib oldingizmi? Mama, assalomu alaykum. Sog'liqlaringiz yaxshimi, baba? Oyda o'tiribmisiz? Men ro'yxatni aqtikaman. Ro'yxatni? Avan. Men shoira bolasiman. Bayramda tabriklab keldim sizni hayitda. Hayitga keldim sizlar mama. Hayotning eng yosh katta sizsiz. Bir fotoğrafınızı alıp ketayik deb girdik, xabar olib. Sağ kızım. Sağ olun. Kızım ben. Yankı gelelim. Nereye oturmayacak. Ha, yaxshi. Oyda o'tirib olsangiz oldu. Bize birese bir omiyat etib bergasa. Beni şurada güzellik yarıptılar. Gözün kaçarlarsa yalan çıda yürüptüler. Gözün karavunu kaçarlarsa.
Yaratlar temiz canları sağ ol, rüzgarları sağ ol, yolunda kudayım. Hiç dağları altın buradayım. İlkiler var dersleri deren diyecek, oğlu karındaşı bile, oğlu kızı bile. Hemmesi sağ selamet olduyla kudayım. Allahu Ekber. Siz hem yüzlere iyi oturgaysınız mama. Yüzlerine yüzleşke aklınızdan gel tebrik oturgaymınız. Sağlar olun, selamet olun. Bize kaytamınız. Sağlık olayım, Şimdi kudayım. Hem Ese hürmetli yurttaşlar, podpisçiler, obunachilar, hammangizga katta rahmat. Bugünkü bergan ehsonlaringiz, yordamlaringiz uchun, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Kim nauki bergan bo'lsa, aytilgan joylarına yetkazib berildi. Kim kesim tasha bo'lsa, aytilgan uylarni sotib olib, xudo xolasa, ikkalamiz bilan aytilgan uylarga tarqatdi. Bugünkü bizlarning asosiy katta homiyimiz Halima ona market. En katta homiyimiz bo'ladi. Ular yana bir marta katta rahmat. Bizlarni qo'llab turganlar uchun har yili bizlarga qo'llaydilar. Shunday insonlar ko'payaversin, shunday odamlar ko'payaversin. Ehsonlarimiz, yaxshiliklarimiz ko'payadi. Bizlardan qaradoni shu yaxshilik bilan ehson qiladi, savob ish qiladi. Xudo xolasa yana yanalsa, yana aytsanizlar, yana yetkazib beramiz. Keyingi videolarda görüşünce sağ olun.